Chorvada hammaning o'zining retsepti bor. Endi uni granula qilish oson. Assalomu alaykum, Bao chorva texnikalarining kuzatuvchilari. Bizda granulatorlarimiz kichkinasidan kattasigacha obzorini qilib beramiz. Kichkinasi 7,5 kilovatli 210 model. Bu soatiga 200 kilodan 300 kilogacha mahsulot chiqarib beradi. Matritsasini katta kichigiga qarab kilosi ko'payib kamayadi. Roligi 3 tali rolik matritsa aynaladi. Bu komplektida bitta avtomat kabelchasi и oldidagi kabelchasi. Komplektida chiqadi. Yog' 10 litr ketadi bunga. И 15 kilovatli. 15 kilovatliga 4 ta g'ildirayi, ichidan chiqadigan narsalari, и avtomati kabel 3 talik, xuddi shunday. 15 kilovat. Bu soatiga 300 kilodan 400 kilogacha tayyor mahsulot chiqarib beradi. 11 kilovatli motor, 11 kilovatli bunisi. Keyingisi 15 kilovatli. Xuddi shunday, bu kattarib boradi. 15 kilovatli soatiga 600 kilodan 800 kilogacha tayyor mahsulot chiqarib beradi. Buni mana 260 model bo'ladigan bo'lsa, 20 litr yog' ketadi reduktoriga. 15 kilovatli motor. Keyingisi mana 37 kilovatli kattasi, eng kattasi bizda 37 kilovatli. Bu 1 tonna soatiga 1 tonna mahsulot chiqarib beradi, tayyor mahsulot. 400 model. Motor 37 kilovatli. Buni ichidan chiqadigan narsalar mana roligi. Buniki kattasiniki roligi 4 tali bo'ladi. 4 ta g'ildirayi, baqvat. Avtomati, bolt gaykasi. Roligi 4 tali. 4 tali. Matritsalari bor. Komplektidan tashqari yana matritsalari bor. Katta kichigiga qarab o'sha chiqarayotgan mahsuloti ko'payib, kamayib boradi. Narxiga keladigan bo'lsak, $3000. Katta 37 kilovatlik $3000. 15 kilovatlik $1300. Yetkazib berish mutlaqo bepul. 11 kilovatli granulatorimizning narxi $1100. 7,5 kilovatligi $800 qilib beramiz. Like bosish, podpiska, sizdan chiqmasin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.